Mahallalar tomonidan olingan imtiyozli kreditni vaqtida chiroyli qilib yopgan fuqarolarimizga bugungi kunda bank tomonidan moliyaviy ommabop degan yangi kredit turimiz taqdim etilgan. Ayollarga 24%, erkaklarga 25%. 3 yil muddatga asosiy vositalar sotib olish uchun 18 oy muddatga aylanma mablag'larni to'ldirish uchun beriladi. Hamma yo'nalishda mavjud kredit turimiz, faqat avval kredit tarifini chiroyli yopgan, avval tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'ygan, bugungi kunda tadbirkorlikka tajribasiga ega bo'lgan shaxslarga ajratiladi. 50 million so'mgacha naqd shaklda ajratiladi, uchinchi shaxs kafilligi bilan. Agar kimgadir nimadir savollar bo'lsa, bemalol murojaat qilib, bundan tashqari garov ta'minoti asosida beriladigan kreditlarimiz bor. Hozirgi kunda Xalq bankida 100 million so'mgacha garov bilan 25% 3 yil muddatga plastik kartochkaga tushirib beramiz.